Assalomu alaykum barcha kuzatuvchilarimizga. Bugun biz Jomboy tumanida joylashgan Gulshod Agrofaiz fermer xo'jaligiga tashrif buyurdik va bu yerda bizlardan Alekseyich navli bug'doy ekilgan batafsil ma'lumotni bizning agronomimiz bilan ushbu yerda fermeri bilan suhbatidan bilib olishingiz mumkin. Assalomu alaykum, Bog'bon agromarket kuzatuvchilari. Mana bugun biz Jomboy tumaniga fermer xo'jaligiga keldik. Assalomu alaykum. Opa, yaxshimisiz? Charchamasmi? Sizning g'alla maydoningiz bizdan urg'u olgandingiz. Shuni biz hosildorligi bo'yicha qanday natijalarga erishyapsiz, necha sentimetrdan olyapsiz, o'shani bir tekshirish uchun keldik. Shu haqda siz o'z nima qanday ekin qaragansiz, necha marta suv bergansiz? Shular haqida bir ma'lumot bersangiz. Alekseyich navidan oldim. Bugungi kunda men bu konturimda 2 marta sug'ordim. Dorilarni, o'g'itlarini berdim. Agrotexnikalar bilan ishladim. Hozirgi kunda bu navdan 80-90 sentner olish rejasida turibman. Hech bunaqangi navda hech men ishlamagan edim, lekin bu Alekseyich men o'zimga juda ham yoqdi. Sentneri yaxshi berish nimasida turibdi. Ranglari ham toza g'allaning. Xudo xohlasa bu yil yaxshi natijalarga erishaman. Shu vaqtda fermer xo'jaligingiz tashkil bo'lganiga necha yil bo'lgan, misol uchun? Fermer xo'jaligim tashkil bo'lganiga 10 yil bo'ldi. Xudo xohlasa mana shu yil 10-yil. 10 yil davomida ekkan urug'laringizdan buning farqi qanday? Farqi birinchidan bo'ylari baland. Uncha ko'p suv talab qilmaydi. Suvsizlikka chidamli. Suvsizlikka chidamli asosiysi. Asosiysi. Buni bir mavsumda siz faqat 2 marta sug'organsiz. 2 marta sug'ordim. Shuncha yil mobaynida shunchalik misol uchun 80-90 sentner olganmisiz? Birinchi marta xudo xohlasa. Birinchi marta unaqa hosildorlikda olsangiz. Shunday, 50-60 dan oshmagan hech ham. Suv doim shunaqa muammo bo'lganmi sizda yo birinchi marta suv muammo? Bu yil bahorgi vaqtda bizda bu juda katta muammo bo'ldi, lekin o'zimning suv nasoslarim bor. Lekin baribir ham birozgina gektarim ko'proq ekkanim uchun ozgina qiynaldim, lekin suvdan qiynalmayman men hech qachonda. Menda suv nasoslarim yetarli-da. Shu vaqtgacha suvdan muammo bo'lmagan, lekin siz boyagi 50-60 sentnerdan misol uchun oshiq olmagansiz. Oshiq olmaganman. Suv muammo-yu, lekin Alekseyich navini ekib siz misol uchun 80-90 sentner hosil olishni umid qilib o'tiribsiz, to'g'rimi? To'g'ri. Bizda Bog'bon agromarketi bilan ishlash yana niyatingiz bormi, xudo xohlasa? O'zi Bog'bon nima bilan ko'p ishlayman. Avvaldan ham fermer bo'lmasimdan oldin ham u yerdan nima tovarlar olib kelib nima qilardim. Bog'bon bilan ishlash yaxshi, nima agrotexnikalari bilan nima qilaman. Ishlovlari yaxshi. Bu g'allangizni mavsum davomida siz necha marta o'tga qarshi ishlov berdingiz? O'tiga, oziqlantirishga. Shu haqda ham bir ma'lumot bersangiz. Oziqlantirishga 2 marta ishlov berdim. O'tga 2 marta ishlov berdim. Mavsum davomida 2 marta Mavsum davomida 2 marta ishlov berdim o'tiga. Oziqlantiruvchi ham 2 marta. Hammasi 2 martadan ishlov berilgan. U oziqlantirishda kasalliklarga ham qarshi ishlagansiz, to'g'rimi? Kasalliklarga ham qarshi ishladim. Buni ham asosan qayer bilan ishladingiz? Oziqlantirish kasalliklariga, hasharot. Agrotexnika hammasini men Bog'bon agromarketdan agronomlari bilan birga maslahatlashib, mavsumda o'zlari kelib, ko'rib, nima kerakliklarini tavsiya qilib, Bog'bon agromarket bilan birga ishladim. Hech qanday e'tirozim yo'q. Yaxshi ishladik, to'g'ri maslahatlar berdi. Rahmat opajon. Siz bilan suhbat qilganimizdan xursandmiz.